Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar, qadrli otaxon va onaxonlar. Bugungi videomizda biz siz bilan birga pensiya pullarining nega kechikayotgani, bu holatda qanday yo'l tutish kerakligi va eng asosiysi, sizning haqlaringizni qanday himoya qilishning amaliy choralarini batafsil muhokama qilamiz. Sizning haqqingiz, bu sizning sharafli mehnatingiz mevasi va uni talab qilishdan aslo qo'rqmasligingiz kerak. Tasavvur qiling, siz butun umringizni mehnat qilib, vatan rivoji uchun ter to'kib o'tkazdingiz. Har bir kunning gam tashvishini yelkangizda ko'tardingiz, oilangizni boqdingiz, farzandlaringizni voyaga yetkazdingiz. Endi esa hayotingizning eng osoyishta, sharafli dam olishga haqli bo'lgan davrida umid bilan kutgan nafaqangiz yo'q. Bu shunchaki dasturiy nosozlikmi yoki qariya odamlarga nisbatan ochiqdan-ochiq beparvolikmi? Bu savol meni ham, sizni ham chuqur o'ylantirish kerak. Biz shu kabi savollarga birgalikda javob topishga harakat qilamiz va sizning huquqiy himoyangiz uchun zarur bo'lgan barcha vositalarni ko'rib chiqamiz. Yillar davomida sizning har bir ter to'kib qilgan mehnatingiz, mamlakat iqtisodiyotiga qo'shgan hissangiz, farzandlaringiz va nabiralaringiz kelajagi uchun to'lagan soliqlaringiz endi shunchaki bir dasturning xatosiga qurbon bo'lish kerakmi? Sizlar yoshlikda zavodlarda, dalalarda, oqish joylarda, shifoxonalarda yelkama-yelka ishladingiz, qurilishlarda gisht terdingiz, shahar va qishloqlarni obod qildingiz. O'sha paytlar hech kim dasturda nosozlik degan bahona bilan sizdan nafaqangizni tortib olmagan edi. Hatto eng og'ir qiyinchiliklar davrida ham mamlakat sizning mehnat haqqingizni, keksalik nafaqangizni o'z vaqtida yetkazishga harakat qilgan. Ammo bugun esa hayotingizning eng osoyishta, dam olishga haqli bo'lgan davrida sizni kutib turgan pul kechikayotgani qanchalik adolatdan. Har bir so'm pulingiz sizning sharafli mehnatingizning mevasi. Bu pullar sizga shunchaki berilmaydi. Bu sizning o'z haqqingiz. Mana shu yillarda boshidan kechirgan qiyinchiliklaringizni, non topish uchun ko'rgan zahmatlaringizni eslang. Sizning necha yillik stajingiz bor? Qaysi sohada xizmat qilgansiz? Bu haqdagi fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Hammamiz bir-birimizni qo'llab-quvvatlaylik. Sizning hayotiy tajribangiz, sizning mehnatingiz nafaqat siz uchun, balki butun jamiyat uchun qadrlidir. Siz yaratgan buyuk yurtning bugungi kuni sizning o'sha paytdagi fidokorona mehnatingizning natijasidir. Endi siz haqli ravishda dam olishingiz va mehnatingiz samarasidan bahramand bo'lishingiz kerak. Shunday emasmi? Aziz do'stlar, ushbu kanalga obuna bo'lishni unutmang. Chunki faqat shu yerda siz pensiya qonunchiligidagi so'nggi o'zgarishlar, yangiliklar va eng asosiysi, o'z haqlaringizni qanday himoya qilish bo'yicha amaliy maslahatlarni muntazam ravishda topishingiz mumkin. Ayniqsa, shu kabi murakkab vaziyatlarda har bir yangi ma'lumot siz uchun qimmatli bo'lishi mumkin. Chunki qonunlar tez-tez o'zgaradi va har doim yangiliklardan xabardor bo'lish sizga juda katta yordam beradi. Biz sizga aynan shu ma'lumotlarni sodda va tushunarli tilda yetkazishga harakat qilamiz, toki siz barcha huquqiy jarayonlarni osongina tushunib, o'z haqlaringizni himoya qila olasiz. Bundan onon 5 yil avval pensiya tizimi biroz boshqacha ishlardi. O'sha paytlar aksariyat hollarda nafaqalar pochta orqali yoki shaxsiy hisob raqamlariga aniq belgilangan kunlarda o'z vaqtida o'tkazilar edi. Hatto bank tizimida uzilishlar yuzaga kelsa ham, bu kabi massiv kechikishlar deyarli kuzatilmasdi. Odamlar pensiya yoshiga yetganlarida ishonch bilan kutishar edi, chunki davlat o'z fuqarolarining ijtimoiy himoyasini ustuvor vazifa deb bilardi. Garchi ba'zi byurokratik to'siqlar bo'lsa-da, pul o'tkazish mexanizmi ancha barqaror edi. Qog'ozbozlik ko'p bo'lsa-da, tizimning o'zi nisbatan tushunarli va ishonchli edi. Pensiya olish uchun ayrim qiyinchiliklarga duch kelinsa-da, masalan, hujjatlarni to'g'rilash yoki navbat kutish kabi, pulning o'zi deyarli har doim o'z vaqtida yetib kelardi. Odamlar pensiya kunini bilib, o'z rejalari bo'yicha harakat qilishardi. Xoh u bozorga borish bo'lsin, xoh nabiralarga sovg'a olish. O'sha paytlarda dasturiy nosozlik degan bahona shunchaki mavjud emas edi, chunki tizim ko'proq inson omiliga asoslangan edi va mas'uliyatni o'z bo'yniga oluvchi shaxslar aniq edi. Hozir esa ko'pchilik kompyuter aybdor deb qaraydi, ammo kompyuterni ham odamlar boshqaradi, dasturlarni ham odamlar yozadi. Bugungi kunda esa biz yangi texnologiyalar asrida yashayapmiz. Hamma narsa raqamli bo'lib bormoqda. Ammo shu bilan birga mana shu dasturiy ta'minotlardagi nosozliklar, texnik muammolar yoki kiberxavfsizlik tahdidlari tufayli pensiya to'lovlarida uzilishlar tez-tez uchraydigan holatga aylandi.
Ba'zi hollarda bu shunchaki serverlardagi yuklama, boshqa holatlarda esa tizimni yangilash bilan bog'liq qiyinchiliklar oqibati. Ammo kimning aybi bo'lishidan qat'i nazar, eng ko'p aziyat chekadiganlar har doimgidek siz, aziz nuroniylar. Hukumat dasturlarni takomillashtirishga harakat qilayotganini aytishi mumkin. Ammo bu takomillashtirish jarayoni sizning kundalik ehtiyojlaringizni, dori-darmon, oziq-ovqat xarajatlaringizni kutib turmaydi-ku. Axir, nafaqaxo'rlarning aksariyati nafaqat o'zlari uchun, balki oilalari, nabiralari uchun ham javobgarlikni his qiladilar. Ularning puli kechiksa, butun bir oila qiyin ahvolga tushib qoladi. Mana shu yerda biz davlatning oz fuqarolari oldidagi majburiyati haqida yana bir bor gapirishga majburmiz. Ijtimoiy himoya bu faqatgina qog'ozda yozilgan qonun emas, bu har bir insonning munosib hayot kechirishga bo'lgan fundamental huquqidir. Ayniqsa umrini davlat va jamiyat uchun sarflagan keksa avlodga nisbatan. Agar birorta dastur to'g'ri ishlamasa, u tezda tuzatilishi yoki uning o'rniga boshqa samarali mexanizm joriy etilishi kerak. Axir kechikishlar bir kun, 2 kun emas, ba'zida haftalab davom etmoqda. Bu esa odamlarning nafaqat moddiy, balki ma'naviy holatiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Keksalar orasida uyqusizlik, asabiylashish, hattoki kasalliklarning kuchayishiga sabab bo'layotgan holatlar ham afsuski oz emas. Ayniqsa ozga jismoniy shaxslar yordamiga muhtoj bo'lgan, birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bor nafaqaxo'rlar, boquvchisini yo'qotgan oilalar a'zolari va yolg'iz qariyalar bu kechikishlardan eng ko'p zarar ko'radilar. Ularning moliyaviy zaxirasi odatda juda kam bo'ladi va har bir kunlik kechikish ularning hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu holatda biz adolat haqida gapirmasak bo'lmaydi. Ularning to'lovi kechikayotgani sababli ular dori-darmon sotib olishga, oziq-ovqat ta'minotini yo'lga qo'yishga qiynaladilar. Ko'pchilik nuroniylar uchun har oy olinadigan pensiya pullari yagona daromad manbai hisoblanadi. Bu mablag'larsiz ular o'zlarining kundalik ehtiyojlarini qondira olmaydilar, kommunal to'lovlarni to'lay olmaydilar, sog'liklarni saqlash uchun kerakli muolajalarni ola olmaydilar. Ba'zida hatto bir bo'lak non topish ham mushkul bo'lib qoladi. Ularning qaramog'ida nabiralari, kasal farzandlari bo'lishi mumkin. Bu mas'uliyat yukini zimmasiga olgan keksa inson uchun pensiya pullarining kechikishi butun bir fojiaga aylanishi mumkin. Shuningdek, ba'zi bir toifadagi nafaqaxo'rlar, masalan, harbiy xizmatchilar, ichki ishlar organlari xodimlari, ba'zi bir maxsus sohalarda ishlagan fuqarolar uchun pensiya miqdorlari har yili inflyatsiya darajasi va mamlakat iqtisodiy o'sishi hisobiga oshirilishi kerak. Garchi oshirish bo'yicha qarorlar qabul qilingan bo'lsa ham, bu pullarning o'z vaqtida yetib bo'lmasligi ularning hayot sifatini pasaytiradi. Pensiyaning oshirilishi shunchaki bir raqam emas. Bu sizning yaxshiroq yashashingiz uchun imkoniyat, bu sizning sharafli mehnatingiz uchun hurmatdir. Bu oshirilgan pullarni ham kechikish bilan olish shunchaki qiyinchiliklarni ko'paytiradi. Shuning uchun bu masala davlatning ijtimoiy siyosatida ustuvor ahamiyatga ega bo'lishi shart. Davlatning vazifasi faqatgina qonunlar qabul qilish emas, balki ularning ijrosini ham ta'minlashdan iborat. Axir jamiyatning eng himoyasiz qatlami bo'lgan keksalarga g'amxo'rlik qilish har bir madaniyatli davlatning asosiy burchidir. Sizningcha pensiya tizimida yuzaga kelayotgan bu muammolarning asosiy sababi nimada? Faqatgina dasturiy nosozlikmi yoki boshqa chuqurroq sistemali muammolar ham bormi? Masalan, mablag'larning noto'g'ri taqsimlanishi, moliyaviy resurslarning yetishmasligi yoki tizimdagi korrupsion holatlar ham ta'sir qilishi mumkinmi? Bu savolga faqatgina dasturchilar emas, balki butun jamiyat, ayniqsa siz bevosita jabr ko'rayotgan insonlar javob berishingiz kerak. Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Har biringizning tajribangiz va fikringiz biz uchun juda muhim. Sizning hayotingizdagi voqealar, siz duch kelgan qiyinchiliklar, bular oddiygina sonlar yoki statistika emas, bular insoniy taqdirlar. Va biz bularni yashirmasligimiz, aksincha ularni ochiq muhokama qilishimiz kerak. Xo'sh, mana shu qiyin vaziyatda nima qilish kerak? Birinchi navbatda xotirjamlikni saqlash va vahimaga tushmaslik kerak. Vahima muammoni hal qilmaydi, aksincha vaziyatni yanada murakkablashtirishi mumkin. Keyin esa quyidagi amallarni bajarishni maslahat beraman. Bu amallar sizning huquqiy himoyangiz uchun mustahkam poydevor bo'ladi. Birinchidan, pensiya jamg'armasiga yoki pensiya to'lovlarini amalga oshiruvchi Xalq banki filialiga murojaat qiling. Ulardan pulingiz nega kechikayotganining aniq sababini so'rang. Bu muhim, chunki rasmiy javob olish sizning keyingi harakatlaringiz uchun asos bo'ladi.
Murojaatingizni og'zaki emas, balki yozma shaklda qiling. Buning uchun 2 nusxada ariza yozing. Arizada kechikish sababini bilishni so'rang. Pensiyangizni oz vaqtida o'tkazishni talab qiling va javob berish muddatlarini eslatib o'ting. Bir nusxasini o'zingizda saqlab qoling. Ikkinchi nusxasini esa qabul qilgan xodimga berib, undan qabul qilinganligi haqidagi belgi, imzosi va sana qo'ydirishni talab qiling. Bu keyinchalik sizning qo'lingizda rasmiy dalil bo'ladi va agar ish sudga yetib borsa, bu hujjat juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Belgisiz, imzosiz qog'oz shunchaki qog'oz bo'lib qoladi. Ikkinchidan, barcha hujjatlarni saqlang. Qilgan har bir murojaatingiz, telefon orqali gaplashgan suhbatlaringiz sanasini, kim bilan gaplashganingizni, qanday javob olganingizni yozib boring. Agar pulingizni olganingizdan so'ng chek berishsa, uni ham saqlab qo'ying. Hatto kichik yozuvlar, eslatmalar ham keyinchalik foydali bo'lishi mumkin. Har bir hujjat, yozishmalar sizning huquqiy himoyangiz uchun muhim ahamiyatga ega, chunki ular sizning harakatlaringizni tasdiqlovchi isbotdir. Bu xuddi bir kashfiyotchi o'z safarida yo'l xaritasini saqlagani kabi muhim. Uchinchidan, rasmiy javob kutib turing. Qonunchilikka ko'ra, sizning yozma murojaatingizga 15 ish kuni ichida javob berilishi kerak. Agar belgilangan muddatda sizga rasmiy javob kelmasa yoki berilgan javob qoniqarli bo'lmasa, unda 4-qadamga o'ting. Muddatlar o'tishi bilan sizning huquqiy pozitsiyangiz yanada kuchayadi. 4-dan, yuqori turuvchi tashkilotlarga murojaat qiling. Bu iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining markaziy apparati bo'lishi mumkin. Siz bevosita ularning markaziy idorasiga yozma murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, prezident virtual qabulxonasi yoki xalq qabulxonalariga ham murojaat qilish imkoniyati mavjud. Bu mexanizmlar aynan fuqarolarning muammolarini bevosita prezident ma'muriyatiga yetkazish uchun yaratilgan. Shuningdek, Adliya vazirligining ishonch telefoniga ham murojaat qilish imkoniyati bor. Bu yerda ham barcha murojaatlaringizni yozma shaklda qiling va qabul qilinganligi haqidagi belgisini olishni unutmang. Bu bosqichda sizning muammoingiz yechilishi ehtimoli ancha yuqori bo'ladi, chunki yuqori tashkilotlar pastki bo'ginlar faoliyatini nazorat qiladi. 5-dan, agar bularning hammasi yordam bermasa, huquqshunos maslahati oling. Bizning tajribamiz shuni ko'rsatadiki, ba'zida faqat professional yuridik yordam berishi mumkin. Mutaxassis sizning ishingizni chuqur o'rganib chiqadi va sudga murojaat qilish imkoniyatlarini ko'rib chiqadi. Ba'zi hollarda sud orqali nafaqat pensiya pulingizni undirib olish, balki kechikish sababli yuzaga kelgan moddiy va ma'naviy zararni ham qoplash talab qilish mumkin. Sud bu eng oxirgi chora bo'lsa-da, ko'pincha eng samarali yechimdir. Sud orqali siz nafaqat o'zingizning pulingizni qaytarib olasiz, balki davlat idoralariga kelajakda shunga o'xshash xatoliklarga yo'l qo'ymaslik uchun saboq ham berasiz. 6-dan, ommaviy axborot vositalariga murojaat qilishni o'ylab ko'ring. Agar holat juda jiddiy bo'lsa va yuqoridagi barcha choralar natija bermasa, jurnalistlarga yoki blogerlarga murojaat qilish, muammoni jamoatchilik e'tiboriga havola etish ko'pincha ijobiy natija beradi. Jamoatchilik bosimi tez-tez mas'ul idoralarni tezroq harakat qilishga undaydi. Axir, jamiyatning kuchini hech kim inkor eta olmaydi. O'zingizning hikoyangizni aytib bering. Bu boshqa jabrlanganlarga ham yordam berishi mumkin va birgalikda kuchliroq bo'lamiz. Azizlar, unutmasligimiz kerak. Biz huquqiy davlatda yashayapmiz va qonunlar barchamiz uchun tengdir. Pensiya to'g'risidagi qonunlar ham bor va ular sizning haqlaringizni kafolatlaydi. Hech kim, hech qanday holatda sizning qonuniy pensiya pulingizni to'xtatib qo'yishga yoki kechiktirishga haqli emas. Har bir kechiktirilgan kun uchun tegishli jazo choralari ko'zda tutilgan. Bu haqda ham bilish va talab qilish sizning haqqingiz. Bugungi videomizda pensiya pullarining kechikishi bilan bog'liq vaziyatni har tomonlama ko'rib chiqdik va sizlarga amaliy maslahatlar berishga harakat qildik. Esingizda bo'lsin, sizning haqqingiz, bu sizning mehnatingiz mevasi va uni talab qilishdan qo'rqmang. Davlat o'z fuqarolariga gamxo'rlik qilish majburiyatini unutmasligi kerak. Biz esa shu yo'lda sizlarga yordam berishga tayyormiz. Dasturda nosozlik bo'ladimi, texnik muammo bo'ladimi yoki boshqa bir sababmi? Qanday bo'lmasin, hurmatli nafaqaxo'rlar, qadrli otaxon va onaxonlar, siz qachongacha kutishga tayyorsiz? Bu savolga javobingizni izohlarda kutib qolaman. Fikringizni albatta yozib qoldiring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling va o'z haqlaringizni himoya qilishdan aslo charchamang.